Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz tarbiya turlari va ularning shaxs kamolotiga ta'siri. Rejalar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi rejamiz tarbiya jarayonining mazmun mohiyati, tarbiya usullari va vositalari haqida ma'lumot, tarbiya turlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Tarbiya aniq maqsadga yo'naltirilgan ta'sir jarayoni bo'lib, ya'ni shaxsda muayyan jismoniy, o'sha ruhiy, axloqiy, ma'naviy, madaniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan uzoq muddatli amaliy pedagogik jarayon hisoblanadi. Insonning jamiyatda yashash uchun zarur bo'lgan hissiyotlarga ega bo'lishni ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi hisoblanadi. Tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, rivojlanishi, yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Tarbiyaning maqsad natijasi barkamol avlodni tarbiyalash hisoblanadi. Bu jarayon ikki tomonlama bo'lib, o'sha uyushtirish va rahbarlikni, shuningdek bola shaxsining o'zi tomonidan o'sha faollashtirilishini taqozo etadi. Bu jarayon pedagoglarning, ya'ni o'sha yetakchi vazifasidan biri bo'lib sanaladi. Tarbiyaning maqsad vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, tarbiya muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni hisoblanadi. Turli zamon va makonda o'sha ijtimoiy tarbiya mohiyatan turlicha ifodalanib kelingan bo'lib, uning mazmuni ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqib asoslangan. Tarbiya maqsadi ijtimoiy buyurtma asosida belgilanadi. Eng oddiy harakatdan tortib to keng ko'lamli o'sha davlat dasturi asosida tashkil etiluvchi tarbiya doimo muayyan maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, tarbiya maqsadi tarbiya jarayonini tashkil etish asosida hal etiladigan vazifalar tizimi hisoblanadi. Tarbiya maqsadlari mohiyati va ko'lamiga ko'ra umumiy va aniq vazifalar sifatida guruhlanadi. Tarbiya maqsadi qanday shakllanadi? Uning shakllanishiga ko'plab obyektiv sabablar yetakchi rol o'ynaydi. Tarbiya jarayonining mohiyati tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uning muhim xususiyatlari aniq maqsadga yo'naltirilganligidan hisoblanadi. Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchi, ya'ni tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida tashkil etuvchi hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan samarali hamkorlik jarayoni demakdir. Ya'ni zero tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarning faolliklarini tashkil etadi va boshqariladi, nazorat qilinadi. Tarbiya jarayonining yana bir xususiyati uning uzoq muddat davom etishi hisoblanadi. Tarbiya natijalari tez suratda yaqqol ko'zga tashlanmaydi. O'zida insoniyat sifatlarini namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda uzoq muddatli davr talab etadi. Masalan, maktab tarbiyasi shaxs ongini, dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Chunki yoshlikdanoq bolaning tarbiyasi va uning tarbiya xususiyatlari haqida alohida to'xtalib o'tish kerak. Shu bois tarbiya muvaffaqiyati ayni o'quvchilik yillarida shaxsga to'g'ri tarbiya berish lozimligini taqozo etadi. Tarbiya usullarini quyidagi tarzda umumlashtirish mumkin. Masalan, tushuntirish, ya'ni bunda o'rgatish, odatlantirish, mashq qildirish. Namuna, maslahat berish, so'rash, yaxshiliklar haqida so'zlash, o'rnak bo'lish kabilar. Nasihat berish, masalan, turli xil o'gitlar, undash, ko'ndirish, iltimos qilish, tilak istak bildirish, ma'qullash, oq yo'l tilash va hokazolar misol bo'ladi. Qoralash va jazo, taqiqlash, o'sha ta'na, gena, tanbeh berish, majbur qilish, koyish, ayblash, uyaltirish, qo'rqitish, nafratlanish, o'sha ont, qasam ishtirish va hokazolar o'sha tarbiya usullariga misol bo'ladi. Tarbiya mazmuniga keladigan bo'lsak, ya'ni biz tarbiya turlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bo'lib aqliy tarbiya haqida biz qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Aqliy tarbiyani shaxsga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi o'sha bilim asoslarini berish, uning aqliy, ya'ni bilish qobiliyatini, tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat jarayoni bo'lib, shaxs tomonidan tabiat va jamiyat, shuningdek inson tafakkuri haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, o'sha unda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradigan tarbiya turi hisoblanadi. Aqliy tarbiya yuksak ma'naviyat va axloqiy sifatlarga ega shaxsni tarbiyalashga yetakchi o'rin tutadi. Aqliy tarbiyaning vazifalariga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin. Shaxs tomonidan ilmiy bilimlarning muayyan hajmini o'zlashtirishga erishish, bilishga bo'lgan qiziqishlarni yuzaga keltirish, aqliy qobiliyat va iqtidorni rivojlantirish, bilishga bo'lgan faollikni kuchaytirish, mavjud bilimlarni zamon talablariga mos boyitib borish, umumiy o'rta ta'lim va maxsus kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishga bo'lgan ehtiyojlarni rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish kabilar misol bo'ladi.
Jismoniy tarbiya turidan biri bo'lib, bunda bolaning asosan ya'ni sog'ligini mustahkamlashga, ya'ni jismoniy xususiyatlarni shakllantirishga qaratilgan tarbiya turidan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiyaning vazifalariga quyidagilar kiradi. Bolalarning sog'ligini mustahkamlash, ularning to'g'ri jismoniy rivojlantirish, bolaning aqliy va jismoniy ish qobiliyatlarini oshirib borishimiz, ularning tabiiy harakatchanligini rivojlantirish va mukammallashtirish, bolalarning harakatini yangi turlarga o'rgatish, ularning irodaviy sifatlari, ya'ni kuchlilik, chaqqonlik, uquvlilik va boshqalarni rivojlantirish, bolalarning gigiyenik ko'nikmalarini shakllantirish, ularda ma'naviy va axloqiy qat'iyatlilik, intizomlik, mas'uliyatlik, jamoa bilan bo'lishni tarbiyalash. Bolalarda jismoniy tarbiya sport bilan doimiy va muntazam shug'ullanishga bo'lgan ehtiyojlarni shakllantirish. O'quvchilarning sog'lom va baquvvat bo'lishiga erishishimiz jismoniy tarbiyaning vazifalariga kiradi. Jismoniy tarbiyani bolalarning maktabgacha yoshidan boshlab muntazam tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Jismoniy tarbiya ta'lim muassasalarida o'qitilishi yo'lga qo'yilgan o'sha fanlardan biri sanalib, sinfdan va maktabdan tashqari sharoitlarda tashkil etiluvchi jismoniy mashg'ulotlar, jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini ta'minlovchi qo'shimcha tadbirlar sanaladi. Jismoniy tarbiya tarbiyaning boshqa tarkibiy qismlari bilan mustahkam bog'langan hamda ular bilan birgalikda har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirish vazifalarini hal etadi. Axloqiy tarbiya. Biz axloqiy tarbiya haqida to'xtaladigan bo'lsak, axloqiy tarbiya muayyan jamiyat tomonidan tan olingan va rioya qilinishi zarur bo'lgan tartib, odob, o'zaro munosabat, muloqot va xulq-atvor qoidalari, mezonlarini, ya'ni o'quvchilar ongi, hayoti, turmush tarziga singdirish maqsadida tashkil etiluvchi pedagogik jarayonlardan biri hisoblanadi. Axloqiy tarbiya ham ijtimoiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlaridan biri sanalib, axloqiy tarbiya asosini shaxsning ijtimoiy axloqiy me'yorlaridan xabardor etish tashkil etadi. Axloq so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, ya'ni moralis, xulq-atvor ma'nolarini bildiradi. Ijtimoiy ong shakllanishida, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatlarni tarkib toptirishda jamiyat tomonidan tan olingan va o'sha rioya qilinishi zarur bo'lgan tartib, odob, o'zaro munosabat, muloqot va xulq-atvor qoidalarini, ya'ni mezonlarni majmui sifatida qaraladi. Ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismlaridan biri bu mehnat tarbiyasi sanaladi. Mehnat tarbiyasi shaxsga mehnatning mohiyatini chuqur anglash, ularda mehnatga o'sha ongli munosabatda, shuningdek muayyan ijtimoiy foydali harakat yoki kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Ya'ni buning asosi o'sha hayot manbai, umr mazmuni hisoblanadi. Yoshlikdan, ya'ni maktabgacha yoshdan boshlab bolalarga mehnat tarbiyasiga o'rgatish, kattalar mehnati bilan tanishtirish bu o'sha mehnat tarbiyasining asosiy mazmuni hisoblanadi. Nafosat tarbiyasi yoki estetik tarbiya. Estetik tarbiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, go'zallikni his etish, ya'ni estezio, go'zallikni his etish yoki go'zallikni his etaman ma'nolarini anglatib, shaxsni ijtimoiy voqelik, ya'ni tabiat va o'sha mehnat munosabatlari hamda turmush go'zalliklarini anglash, idrok etish, to'g'ri tushunishni o'rganish, ularning estetik didini o'stirish, ularda go'zallikni, muhabbat uyg'otish, shuningdek go'zallikni yaratish qobiliyatini tarbiyalash jarayoni bo'lib xizmat qiladi. Aqliy, axloqiy va mehnat tarbiyasini o'sha estetikasi tasavvur etib bo'lmaydi. Estetik tarbiyaning vazifalariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni shaxsda ijtimoiy voqelik, tabiat va mehnat munosabatlari hamda turmush go'zalliklarini shakllantirishimiz, shaxsda ijtimoiy voqelik va mehnat haqidagi hamda turmush go'zalliklarini anglash va idrok qilish qobiliyatini tarbiyalash, unda mavjud go'zalliklarni qadrlash hissi hamda estetik didni shakllantirishimiz. Go'zallikka muhabbat uyg'otish, go'zallikni yaratish ehtiyojini, ya'ni qaror toptirish, bu o'sha boradagi qobiliyat va estetik madaniyatni shakllantirishimiz misol bo'ladi. Estetik tarbiya axloqiy qiyofa, ijobiy xulq-atvor me'yorlarni tarkib toptirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim muassasalarida musiqa va tasviriy san'at darslari, masalan adabiyot kabi fanlarning o'qitilishi estetik tarbiyani samarali yo'lga qo'yish vositasi sifatida qaraladi. Estetik tarbiya bola tug'ilgandan boshlab to umrining oxirigacha amalga oshirib boriladi. Shu sababli u nafaqat maktabgacha, maktabda, balki sinfda va maktabdan tashqari sharoitlarda o'sha uyushtiriluvchi tadbirlarda, turli anjumanlar yosh o'sha avlodning go'zallik va nafosatni his etishga undovchi vosita sifatida sanaladi. Endi biz tarbiya turlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni huquqiy, iqtisodiy kabi tarbiya turlari ham sanalib, bu tarbiya bolalarning yana kelajakda shaxs sifatida shakllanishiga, ya'ni o'z hayot yo'lini topishga
katta ahamiyat kasb etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.